O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Jizzax viloyati kengashi tomonidan quvonch va mehr ulashaylik mavzusida xayriya tadbiri tashkil etildi. Tadbir Ijtimoiy himoya milliy agentligi Jizzax viloyati nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va protezlash markazida bo'lib o'tdi. Unda mazkur markazda davolanayotgan 30 nafar davolanuvchilar ishtirok etdi. So'zga chiqqanlar O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj va nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar, quvonch va mehr ulashaylik aksiyasining mazmun-mohiyati hamda partiyaning maqsad va vazifalari haqida to'xtalib o'tishdi. Shuningdek, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarni qo'llab-quvvatlash yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan qonun va qarorlarning ijrosi bo'yicha tushuntirishlar berildi. Tadbir davomida fuqarolar o'zlarini qiziqtirgan savollariga mutaxassislardan batafsil javob olishdi. Ular tomonidan bildirilgan fikr-mulohazalar, muammolar va takliflar yuzasidan tegishli tushuntirishlar berildi. Shuningdek, ishtirokchilarga partiyaning targ'ibot materiallari va esdalik sovg'alari ham topshirildi. Shundan so'ng davolanuvchilarga bayramona kayfiyat ulashish maqsadida shahar madaniyat bo'limi tomonidan konsert dasturi ham namoyish etildi. Bu markazimizda birinchi, ikkinchi, uchinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar davo kursini, ya'ni reabilitatsiya davo kursini o'taydi. Bizda davolanayotgan bemorlarimizning hammasi aholining ijtimoiy yordamga muhtoj qatlamiga kiradi. Partiya vakillari kelib, ularga tashrif buyurib, bizning bemorlarimiz bilan uchrashuv o'tkazib, ularning ruhiyatini ko'tarib, ularning kayfiyatini ko'tarib, ularning muammolarini eshitib, ularning savollariga javob berib, mana shu nihoyatda bir uchrashuvni bir qiziqarli, bir ajoyib o'tkazib berishdi. Albatta partiya muhtaram prezidentimiz aytganidek, xalq bilan davlat o'rtasidagi ko'prik, xalqning dardini eshitadigan va buni davlatga yetkazdiradigan siyosiy partiyalar. Ushbu tadbir nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyatda integratsiyasini qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy faolligini oshirish va har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.